Assalomu alaykum hurmatli omonatdorlarim. Siz bilan yana biz va biz bugun siydik tosh kasalligi haqida batafsil gaplashamiz. Siydik tosh kasalligi tibbiyotda nefrolitiaz va urolitiaz deb nomlanadi. Ya'ni nefrolitiaz bu buyrakda tosh hosil bo'lishi, urolitiaz esa buyrak va siydik yo'llarining istalgan qismida toshlarni mavjudligini bildiradi. Bu kasallik juda keng tarqalgan kasallik hisoblanadi. Dunyoda har 10 ta odamdan bittasi siydik tosh kasalligi bilan og'riydi. Masalan, AQShda bu ko'rsatkich 12% dan oshadi. O'zbekistonda ham har yili minglab bu kasallik bilan og'rigan bemorlar aniqlanadi. Bu kasallik barcha yoshlarda uchraydi. Eng ko'pi 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan erkaklarda tarqalgan hisoblanadi. Keling endi toshlarning turlari haqida gaplashadigan bo'lsak, eng keng tarqalgan toshlar bu kalsiy oksalatli toshlar hisoblanadi. Bu 70-80% holatlarda uchraydi. Ikkinchi o'rinda esa infeksion toshlar 10-15% holatlarda uchraydi. Uchinchi o'rinda urat toshlari 5-10% holatlarda uchraydi. 1-2% holatlarda esa sistinli toshlar uchraydi. Bu genetik kasalliklar bilan bog'liq hisoblanadi. Bunga olib keluvchi asosiy omillar haqida gaplashadigan bo'lsak, metabolik jarayonlar, ya'ni metabolik buzilishlar. Bu kalsiy oksalat urat almashuvining buzilishi hisoblanadi. Infeksion omillar, ya'ni siydikda ureaza ishlab chiqaruvchi bakteriyalarning paydo bo'lishi va buning natijasida toshlar hosil bo'lishligi. Irsiy omillar. Bunga organizmda, ya'ni buyrakda sistinni siydikdan qonga qayta so'rib olishida javob beradigan qismini, ya'ni bu qismga javob beradigan genning mutatsiyasi bilan bog'liq bo'ladi. Suvni kam miqdorda ichish. Bu esa siydikning konsentratsiyasini oshib ketishiga olib keladi va tosh hosil bo'lishiga olib keladi. Va so'nggi omil bu noto'g'ri ovqatlanish, harakatning kamayishi, semizlik bu xavflarni oshiradi. Endi esa ilmiy asoslarga to'xtaladigan bo'lsak, toshlar qanday hosil bo'ladi? Birinchi jarayon bu oversaturation deb ataladi. Ya'ni siydikda tosh hosil qilishda olib keladigan elementlarni, kalsiy, oksalat, uratlarning miqdorini oshib ketishi hisoblanadi. Kalsiy, oksalat, uratlarning oshib ketishi bir-biri bilan birikishi, kristallar hosil qilinishi va tosh hosil bo'lishiga olib keladi. Ikkinchi omilga keladigan bo'lsak, bu siydikda tosh hosil bo'lishiga qarshi ishlovchi omillar, ya'ni sitratlar miqdorining kam bo'lishligi. Sitratlar odatda yuqorida sanab o'tilgan kristallarni bir-biriga birikishi va tosh hosil bo'lishini oldini oladi. Sitratlarning kamayishi ham siydik tosh kasalligiga sabab bo'lishligi mumkin. Uchinchi omil siydikda pH muhitining o'zgarishi. Misol uchun, pH muhitining past bo'lishi, ya'ni kislotali bo'lishligi urat hamda sistinli toshlarning rivojlanishiga sharoit yaratib beradi. Aksincha, pH ning yuqori bo'lishligi esa, ya'ni ishqoriy bo'lishligi kalsiy fosfatli toshlarning rivojlanishiga yaxshi sharoit yaratib beradi. Va nihoyat keyingi sabab siydik oqimini pasayishi, ya'ni to'silishi natijasida kelib chiqadigan toshlar hisoblanadi. Bu toshlar ikkilamchi toshlar hisoblanadi. Ya'ni bu toshlar siydik yo'llarining tug'ma rivojlanish nuqsonlarida yoki bo'lmasam surunkali siydik tutilishiga olib keluvchi kasalliklarda rivojlanadi. Bunda siydikning ko'p miqdorda siydik yo'llarida to'planib qolishi va undagi kristallarning bir-biri bilan birikishi natijasida toshlar hosil bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, siydik tosh kasalligi oddiy tuzlarning yig'ilishi emas, bu murakkab biologik va kimyoviy jarayonlar yig'indisi hisoblanadi. Uni chuqur tushunish, to'g'ri tashxis qo'yishda, to'g'ri davo choralarini olib borishda va eng muhimi qayta tosh hosil bo'lishini oldini olishga yordam beradi. Keyingi videoyimizda siydik tosh kasalligini aniqlashda va tashxislashda eng ilg'or texnologiyalar haqida gaplashamiz. Biz bilan birga bo'ling. Sizlar uchun foydali kontentlar yaratib olishga harakat qilamiz. Rahmat.